1dan 100 gacha sonlar orasida 3 ga ham, 5 ga ham, 7 ga ham bo'linmaydiganlari nechta? Savolining yechimi. Xo'p, mana bu formulamiz bor. Bo'linadiganlar n taqsim a, n taqsim b, n taqsim c, n taqsim a kara b, n taqsim a kara c, n taqsim b kara c plus n taqsim a b c. Mana shuni qiymatini topadigan bo'lsak, bizga bo'linadiganlari kelib chiqadi. Hisoblab chiqdik. 100 ni 3 ga bo'ldik, 33. 33 ni 100 ni 5 ga bo'ldik, 20. 100 ni 7 ga bo'ldik, 14. Hammasini yig'indisi 67 ga to'g'ri kelyapti. Undan keyin n taqsim a b, n taqsim a c, n taqsim b c larni hisobladik. 6, 2 va 4 bo'ldi. Bularni ayirib tashladik. Endi mana bu qiymat n taqsim a b c bu 100 taqsim 105 bo'lib qolgani uchun bu bizga butun qiymat bermadi. Shuning uchun buni yozmaganmiz. Va ayirmani hisoblasak 55 chiqqan. Bu bo'linadiganlar. Demak 45 tasi bu yerda bo'linmaydi deb aytamiz.